nimaga bo'lmayapti menda, nega falonchida bo'lyapti menda emas deymiz, yo hayotdan doim xomush, mani tisparkim bor, no men bivaydi xohlayapman. Nima uchun pismadonchida bivaydi bor, menda yo'q. Yoki nega falonchi mana bunaqa zo'r yashaydi, men emas. O'tirib shuni ustida azob chekishni boshlaydi ayollar. Men aynan shuning uchun aytayapman, magnit ayol bo'lish uchun bizda avvalambor birinchi o'rinda shukronalik juda yuqori bo'lishi kerak va bunaqa ayollar ko'p. Biz aslida ko'p narsani orzu qilib boramiz hayotimizda. Katta narsalarni nimaga bo'lmayapti menda, nega falonchida bo'lyapti menda emas deymiz, yo hayotdan doim xomush, tabassum qilishni bilmaymiz, xafagarchilikda yashaymiz yoki doimiy yig'lab, doimiy nimanidir o'ylab yashaymizda. Elementar narsalarda hozir taomim bor, yeyotgan ovqatim bor, menda elementar yashayotgan hududim bor, farzandlarim bor bo'lsa yana yaxshi, yo'q bo'lsa ham yomon emas degan ma'nodada, yoki meni sevadigan insonlarim bor, qadrdonlarim, men kim uchundir kerakman degan holat bo'lmaydi-da, inson moddiyatga intilaveradi. Yo'q, menga mashina kerak. Meni tisparkim bor, no men bivaydi xohlayapman. Nima uchun pismadonchida bivaydi bor, menda yo'q. Yoki nega falonchi mana bunaqa zo'r yashaydi, men emas. Nega bizni kvartiramiz hali ham 2 xonali bo'lmadi? Va o'tirib shuni ustida azob chekishni boshlaydi ayollar. Va bunaqa ayollar ko'p. Men aynan shuning uchun aytayapman, magnit ayol bo'lish uchun bizda avvalambor birinchi o'rinda shukronalik juda yuqori bo'lishi kerak. Bu nihoyatda muhim. Biz shukronada yashaydigan va minnatdor ayol bo'lishni ham o'rganishimiz kerak. Qachonki biz minnatdorchilik ichimizdan jo'shab chiqsa, mana shu yeringizgacha, tomog'ingizgacha bug'ilib turib, rahmat, shukr deyish darajasiga yetsangiz, bilingki, dunyoning jamiki yaxshiliklari sizga shunaqa magnitda yopishadi. Mana siri qayerda magnitni? Chunki shukronalik bu Alloh avvalambor yaratgan egamga. Lekin shu bilan birgalikda yaratgan egam sizning yo'lingizga uchratgan har bir insonga, sizning atrofingizda bo'lganlar, bitta mamlakatda yashayotganlar, bitta hududda yashayotganlar, birlashayotganingiz ham bejizga emas. Mana shu maydon birlashtiribdiki, biz shu yerdamiz va biz hammamiz doim shukr qilib yashashimiz kerak. Shukr, ichimizda qancha ko'p shukrimizni ko'paytirsak, shuncha